Assalomu alaykum. Men Mahmud Muhammadxon. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar kursimizni boshlaymiz. Birinchi amaliy mashg'ulot. O'zgaruvchilar bilan ishlash. O'zgaruvchilar dasturda ma'lumotlarni saqlash va ishlash uchun asosiy elementlardir. C++ dasturlash tilida o'zgaruvchilar turli turlarda bo'ladi. Init, float, char va hokazo. Ushbu mavzuda o'zgaruvchilarni qayta nomlash, turini o'zgartirish va mumkin bo'lgan xatoliklarni o'rganamiz. O'zgaruvchi turlarini qayta nomlash. Typedef va using kalit so'zlar mavjud turga yangi nom berish uchun ishlatiladi. Bu kodni o'qish osonlashtiradi va murakkab turlarni soddalashtiradi. Typedef eski standart, using esa C++ 11 dan boshlab tavsiya etiladi. Yozish sintaksisi qanday? Typedef kalit so'z yoziladi. Undan so'ng eski tur yoziladi, ya'ni kompyuterda dasturlash tilida mavjud tur. Undan so'ng esa yangi tur nomi yoziladi. Yoki bo'lmasam using kalit so'zi yoziladi, so'ng yangi nom beriladi, teng belgisini qo'yib eski tur yoziladi. Shu C++ dasturlash tilida o'zgaruvchi turlarni qayta nomlash sintaksisi hisoblanadi. Endi amaliy kodni ko'rib chiqsak. Bu yerda birinchi qatorda typedef kalit so'z yordamida init butun son o'zgaruvchi turi butun son yangi nom bilan yaratilyapti. Beshinchi qatorda using kalit so'z yordamida yangi o'zgaruvchi turi nomi haqiqiy son teng belgisi yordamida mavjud o'zgaruvchi turini yaratilyapti. Buning afzalligi, endi biz programmamiz ichida o'zgaruvchilarni yaratayotganimizda biz yaratgan yangi nomlar bo'yicha o'zgaruvchi turlarni e'lon qilishimiz mumkin. Keling endi programmani ishlatib ko'ramiz. Buning uchun programmani kompilyatsiya qilaman va programmani ishga tushiraman. Mana ko'rib turganingizdek programmamiz ishga tushdi. Butun sonni qiymati 10, haqiqiy sonniki 3.14 turibdi. Endi o'zgaruvchi turini yangi nomlashning afzalligi nimada? Biz programmamizni ishlatayotganimizda juda ham ko'p o'zgaruvchilardan foydalanamiz. Vaqt o'tib shu o'zgaruvchi turini o'zgartirish kerak bo'lib qoladi. Shunda biz har bir o'zgaruvchini turini o'zgartirishni o'rniga shunchaki yangi e'lon qilayotgan turimizning oldida yangi o'zgaruvchi turini o'zlashtirib qo'yamiz. Natijada programmamizni kompilyatsiya qilib ishlatadigan bo'lsak, minimal xarajat bilan programmamizni o'zgaruvchi turlarini o'zgartirishimiz mumkin. Bir turdan boshqa turga o'tkazish usullari. Tur o'zgartirish, casting bu qiymatni bir ma'lumot turidan boshqasiga o'tkazish jarayoni. C++da static cast eng ko'p ishlatiladigan va nisbatan xavfsiz usul bo'lib, asosan raqamli turlar yoki mos klasslar o'rtasida qo'llaniladi va kompilyatsiya vaqtida tekshiriladi. Dynamic cast merosxo'rlikda RTT yordamida bajarilish vaqti tekshiradi va noto'g'ri o'tkazishda 0 pt qaytarishi mumkin. Constant cast const xususiyatini olib tashlash yoki qo'shish uchun ishlatiladi. Noto'g'ri qo'llanilsa xatoga olib keladi. Reinterpret cast eng xavfli usul bo'lib, ma'lumotlarni bit darajasida boshqa tur sifatida talqin qiladi. C-style cast tur qiymat eski usul bo'lib, zamonaviy C++da uning o'rniga aniq casting operatorlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ularning yozilish sintaksisi static cast uchburchak qavslar ichida o'zgaruvchi turi va oddiy qavslar ichida qiymat yoziladi. Qolgan kastlarda ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Oxirgi C uslubidagi tur o'zgartirishda esa qavs ichida o'zgaruvchi tur yoziladi va undan so'ng qiymat yoziladi. Namunaviy kodimizda bir turdan boshqa turga o'tkazishda 3 xil uslubi ko'rsatilgan. Birinchi uslub C-style uslubi. Bu yerda qavs ichida boshqa turga o'tkazmoqchi bo'lgan o'zgaruvchi turimiz nomi yoziladi va qavsdan tashqarida o'zgaruvchini o'zi yoziladi. Ikkinchi uslubimiz zamonaviy C++ uslubi. Bu yerda static cast operatoridan foydalanilgan. Uchburchak qavsning ichida
o'zgarish turini yozganmiz, qaysi turga o'zgartirmoqchiligimizni va qavs ichida o'zgaruvchini o'zini yozilgan. Uchinchisida konstant, ya'ni qiymatini o'zgartirib bo'lmaydigan o'zgaruvchini qiymatini o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, konstant cast yordamida ushbu o'zgaruvchini qiymati o'zgartirilgan. Keling, programmani ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, programmamiz ishga tushdi. Haqiqiy sonimiz 3,14 edi. Butun songa aylantirganimizdan keyin 3 ta o'zi qoldi. Xuddi shunday qolgan haqiqiy sonlarimizda ham xuddi shunday qiymatlarni ko'rishimiz mumkin. Endi nima uchun bizga bunday bir turdan boshqa turga o'tkazish ahamiyatli bo'lib qoldi? Misol tariqasida yozaman. A sonimiz bor, uni 5 qiymati bor. B sonimiz bor, uni qiymati 2. Endi biz shu ikki sonni bo'ladigan bo'lsak, biz programmamizda quyidagicha natijani ko'rasiz. Ko'rib turganingizdek, 2 degan javob chiqdi. 2 degan javob chiqdi. Endi 5 ni 2 ga bo'lganimizda o'zi asli 2,5 javob chiqishi kerak. Bu yerda ikkala son ham butun son bo'lganligi uchun bo'lish amali natijani butun son qilib qaytaryapti. Endi bu narsani qanday qilib o'zgartirish mumkin? Buning uchun bitta o'zgarish turi e'lon qilaman va yuqoridagi sonni shu turga o'zgartiraman. Static cast, float va ixtiyoriy bitta tepadagi son. Misol uchun B. Endi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, pastdan yozib qo'yaman. Endi C soniga bo'ladigan bo'lsak, ikkinchi uslubimizda. Endi programmani kompilatsiya qilib ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz. A bilan B ni bo'lganda javob 2 chiqyapti. A bilan C ni bo'lganda javob 2,5 chiqyapti. Shu sababli o'zgarish turlarini bir turdan boshqa turga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, quyidagi misolni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'pincha son qiymatlarimiz satr ko'rinishida saqlanadi, matn ko'rinishida. Shu sababli satrda vaqti kelib uni butun son yoki haqiqiy songa aylantirishimiz kerak bo'ladi. Bunda agar oddiy static cast yoki C usulida amalga oshirmoqchi bo'lsak, bizga programma xatolik beradi, ya'ni ishlattirmaydi. Sababi static cast yoki boshqa turda o'tkazishlar bit urovenida ishlaydi, ya'ni kompyuterda tezkor xotirasidagi bitlar darajasida ishlaydigan amallar bular. U bitlar darajasidagi amallar yordamida satrdagi sonlarni oddiy sonlarga aylantirib bo'lmaydi. Satrlarni songa aylantirish uchun toString metodi sonlarni satrga aylantirish uchun ishlatiladi. Satrdagi sonni esa sonlarga aylantirish uchun s2f yoki s2e ishlatiladi. s2e o'zidan o'zi ma'lumki, butun son uchun aylantirishga ishlatiladi. s2f esa haqiqiy songa aylantirish uchun ishlatiladi. Keling, endi programmani tekshirib ko'ramiz. Mana programmani ishlatib ko'rganimizda ko'ryapmiz, programma ishladi, muammosiz. Satr turdagi ma'lumotimizni songa aylantirdik yoki bo'lmasam sondagi ma'lumotimizni satrga aylantirdik. O'zgaruvchilar bilan ishlaganda uchrashi mumkin bo'lgan xatoliklar. O'zgaruvchilar bilan ishlaganda xatolar sifatida initializatsiya qilinmagan o'zgaruvchi, undefined behavior, overflow, tur chegarasidan oshib ketish, sign conversion, manfiy musbat turga o'tkazishda yo'qotish, dangling reference, yo'qotilgan manzilga murojaat kabilar bo'lishi mumkin. Ushbu namunaviy kodimizda ko'p uchraydigan xatoliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi undefined xatoligi. Biz o'zgarish turini e'lon qilganmiz, lekin bunga qiymat berganimiz yo'q. Keyingi qatorda esa ushbu o'zgaruvchidan foydalanyapmiz. Bu yerda A da qiymati ixtiyoriy bir qiymat bo'lishi mumkin. Mana bu narsani undefined xatosi deyiladi. Keyingi xatolik overflow xatoligi deyiladi. Bizda o'zgaruvchi bor.
Bu o'zgaruvchi eng katta qabul qila oladigan qiymatida turibdi. Biz unga bir qiymatini qo'shyapmiz. Natijada overflow xatoligi kelib chiqadi. Va keyingi xatoligimiz sign conversion xatoligi. Bizda manfiy bo'lmagan sonimiz bor, unsigned int deb belgilayapmiz. Faqat musbat sonlar bo'ladi. Uni qiymati 1. Endi int o'zgaruvchisini e'lon qilyapmiz. Manfiy qiymatlarni ham qabul qiladigan. Bunda bu manfiy bo'lmagan sonimizdan 2 qiymatni ayirib qo'yapmiz. Natijada -1 chiqishi kerak, lekin bu yerda umuman boshqa natija chiqadi. Buni xatolikda sign conversion xatoligi deyiladi. Keling bu programmani ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, birinchisi undefined xatosi. Bu yerda a o'zgaruvchi e'lon qilingan va bu yerda 32.759 qiymati turibdi. Keyingisi overflow xatosi. Biz bu yerda bir qiymatni qo'shib qo'ydik. Natijada manfiy son chiqib keldi. Bu yerda yoki keyingisi sign conversion xatosi. Bu yerda mana natija -1 bo'lib chiqib qoldi. Uyga vazifa. C++ dastur tuzing. Unda typedef yoki using yordamida kamida bitta ma'lumot turiga yangi nom bering. Foydalanuvchidan haqiqiy son double kiriting va uni static cast yordamida butun songa o'tkazing. Dastur natijasida asl qiymat va o'tkazilgandan keyingi qiymatni ekranga chiqarsin hamda tur o'zgartirish natijasida qanday o'zgartirish yuz berganini qisqacha izoh sifatida kommentariyalarda ko'rsating. Uyga vazifani bajarish bo'yicha namunaviy kodni ko'rsataman. Demak, birinchi topshiriq typedef yoki using kaliso'zi yordamida yangi o'zgarish turini e'lon qiling. Demak, mana bitta o'zgaruvchini e'lon qildim, butun degan. Yoki mana using yordamida e'lon qiladigan bo'lsak, haqiqiy degan o'zgaruvchi yarataman, double deb qo'yaman. Ikkita o'zgaruvchi turini e'lon qildim, using yoki typedef yordamida. Endi keyingi topshiriq double yordamida yaratilgan o'zgaruvchini foydalanuvchi tomonidan kiritilsin. Demak, kiritish buyrug'ini yozyapman. Kiritilgan sonni butun songa turni o'zgartirish yordamida amalga oshiring deyilgan. Demak, endi butun turga o'zgartiraman. Demak, buning uchun static cast yordamida bajaraman. O'zgarish turini yozaman, butun son va shu yerda aylantirmoqchi bo'lgan o'zgaruvchimni yozaman. A. Endi ikkalasini ham ekranga chiqaring deyilibdi. Demak, ekranga chiqaraman. Demak, A barobar A handle va cout B barobar B. Uyga vazifa shulardan iborat edi. Endi programmani tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, programma ishga tushdi. Foydalanuvchidan son kiritishni so'rayapti. 3.114 sonni kiritaman. Mana ko'rib turganingizdek, kiritgan sonimiz 3.114 edi. Static cast yordamida uni butun songa aylantirdik. Natija 3 bo'ldi. Bugungi amaliy mashg'ulot darsimiz yakuniga yetdi. Bugun biz sizlar bilan typedef va using kalit so'zlarini ishlatish, tur o'zgartirish usullari hamda uchrashi mumkin bo'lgan xatoliklar haqida gaplashdik va o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Agarda ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kommentlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va do'stlaringizga ulashing.